Bilasizmi, Virgil van Dijk futbol tarixida birga bir holatda aldab o'tish eng qiyin bo'lgan futbolchilardan biri hisoblanadi. Lekin mana shu 4 ta futbolchi buni ajoyib tarzda uddalagan. Oxirgisi esa buni shu darajada qildiki, Virgil o'sha epizodda go'yo raqsga tushayotgandek ko'rindi. Juan Heyt Chan va Van Dijk to'qnashuvi. O'sha kuni Juan uni butunlay bo'lib tashladi. Van Dijkni bir tomonga, to'pni esa boshqa tomonga yo'naltirdi. Himoyachi go'yo GPS signali yo'qolgandek joyida aylanib qoldi. Van Dijk va Steven Yovich to'qnashuvi. Yovich uni shunday o'ynatdiki, Van Dijk go'yo sekinlashtirilgan rejimda harakatlanayotgandek ko'rindi. Bitta teginish va Virgil muzlab qoldi. Boshqa futbolchilar esa nima qilishni bilmay, quvonish yoki afsuslanish orasida qotib qolishdi. Evan Perisic Van Dijkka qarshi birgina chaqqon harakat va Virgil maydonda go'yo orvoq ko'rgandek sirg'anib ketdi. Hatto sharhlovchi ham o'sha paytda o'zini kulgidan to'xtata olmadi. Va nihoyat oxirgisi Caicedo Van Dijkka qarshi. Caicedo uni himoyachi ekanligini unuttirib qo'ydi. Birgina fent, birgina burilish va butun stadion jim bo'lib qoldi. Van Dijk muvozanatni yo'qotdi va u himoyachi emas, go'yo raqqasga aylandi.